Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan har doim ketaymen. Bugun sizlarga qanday qilib tekin almas olishni o'rgataman. Bu almas botni men o'zim Telegram kanalimga tayinlayman. O'shoqdan olib o'tib foydalanishingiz mumkin. Mana biz hozir bosamiz buni startni, telefon raqamingiz deydi. Kontakt shular yuborasiz. Davom etishni bosamiz. Almas ishlash degan joyni bosamiz. Siz taklif havolasi chiqadi, ana shuni bosasiz. Hamma kanallardan obuna bo'lib chiqasiz. Boqqa bittasi ham qolmasligi kerak. Hozir hozir bo'ladi. Noldan ko'rsataman sizlar uchun. Tekshirishni bosiladi. Keyin almas ishlash degan joyda bosasiz. Taklif havolasi bosasiz. Keyin buqqa taklif havolasi chiqadi. Bu joydan do'stingizga ulash degan joyda bosasiz, do'stingizga yuborasiz. Har bir yuborgan do'stingizga boqqa 6 tadan almas beradi. Ishlagan almaslarim degan joyga bosasiz. Bog'dan qancha odamga taylaganingiz, nechta almas ishlaganingiz chiqadi. Almas yechish degan joy bor, shuni bosasiz. Keyin boqqa siz almas yig'ishingiz kerak. 210 ta almas yig'sangiz, keyin akkauntingizga o'tkazsangiz bo'ladi. 210 ta almas yig'ilgandan keyin buni akkauntingizga o'tkazib olasiz. ID, parol shunaqalar so'raydi. Hozir men almas yig'mayapman, shuning uchun o'tkaza olmayman. Va shunaqalardan iborat. Men o'zimni kanalimga tayinlayman. Silkasini kommentariya yoki yozib qo'yaman.